Kuyovlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 29 da, bo'ylari 187 sm. Vaznlari 95 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti o'rta maxsus, kasbi biznes, telefon savdosi bilan shug'ullanadi. Manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Ichmaydi, chekmaydi, yomon odatlardan yiroq. Kelin yosh chegarasi 20 yoshdan 32 yoshgacha. Talablar: Allohni taniydigan, yaxshi oiladan chiqqan, odobli qiz. Turmushga chiqmagan bo'lsa yaxshi, ajrashgan bo'lsa ham jiddiy sabab bilan bo'lsa ko'rib chiqiladi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kuyovlikka jiddiy nomzod ayol. Yoshlari 29 da, bo'ylari 187 sm. Vaznlari 95 kg. Millati o'zbek, oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti o'rta maxsus, kasbi biznes, telefon savdosi bilan shug'ullanadi. Manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Ichmaydi, chekmaydi, yomon odatlardan yiroq. Kelin yosh chegarasi 20 yoshdan 32 yoshgacha. Talablar: Allohni taniydigan, yaxshi oiladan chiqqan, odobli qiz. Turmushga chiqmagan bo'lsa yaxshi, ajrashgan bo'lsa ham jiddiy sabab bilan bo'lsa ko'rib chiqiladi. Bog'lanish: nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin.